Assalomu alaykum, mani aziz takipchilarim. Avvalambor xush keldilaring. Sizlarga hozir ko'radigan kartam. O'zim sizlarga aytaman. Birinchi 3 ta variant qilib ko'ramiz. Maylimi? Uni sizga bo'lgan hozirgi tuyg'ulari. Birinchi variantimiz. Ikkinchi variantimiz. Uchinchi shaxsga bo'lgan munosabati. Uchinchi variantimiz. Kelajakda kim bilan qoladi? Tushuntiraldimmi? O'sha yaxshi ko'rgan insonlaringni ismini aytinglar. Bunday qiyofasini ko'zlaringni oldiga keltiringlar. Tushuninglar. O'shanga qarab turib, keyin mana misol uchun hozirgi kartani ochib, sizlarga batafsil bittama-bitta aytib berishga harakat qilaman. Unda boshladik. Birinchi kartamiz. Uni sizga bo'lgan tuyg'ulari. U uchun biz hozir tuyg'ular uchun hozir biz 7 ta karta olamiz. Qani? 1 2 3 4 5 6 kartalar chiqisi kelmayapti. 7 oldik. Uni sizga bo'lgan tuyg'ulari. Qani boshladik. Uni sizga bo'lgan tuyg'ulari. Sizga bo'lgan tuyg'ulari yomon emas, yaxshi. Orada kelishmovchiliklar bo'lib o'tadi. Kelishmovchiliklar bo'lgan taqdirda ham qandaydir nima desam ekan, unchalik endi urushib, janjallashib, bunaqa qilmaysizlar. Arzimagan narsadan bir qator unaqa qilib olasizlar. Keyin ko'proq mana yaqin kunlardan beri qandaydir saniki to'g'ri, san nima desang o'sha bo'ladi deydi. Lekin siz nimaga bu bunaqa bo'lib o'zgarib qoldi? Oldin men bir narsani to'g'ri gapirsam ham o'zinikini talqayt qilib, yo'q, mana u to'g'ridir. Hozir men xato gapirsam ham to'g'ri, sen to'g'ri gapiryapsan deyapti deb shubhalanyapsiz. Shubhangizda ham biroz ozgina bo'lsa ham gumoningiz, shubhangiz endi atrofdan emas, yaqin tarafdan ko'ryapsiz shubhani. Chunki u insonni tanigandek bo'lyapsiz-da. Bo'lishi mumkin yaqin do'stingiz, o'rtog'ingiz, o'shanga o'xshagan tanigan atrofingizdagi insonlardan gumon qilyapsiz. Ammo bu odamning tuyg'ulari sizni ko'rganda siz bilan bo'ladi. Sizni oldingizdan ketgandan keyin tuyg'usi umuman boshqa inson bilan bo'ladi. Mana sizni oldingizda tuyg'usi обязательно siz bilan. Lekin sizni oldingizdan ketgandan keyin tuyg'ulari boshqa inson bilan. Ammo osmondagi oyni olib berishga ham tayyor. Endi to'g'ri, oldin rosa o'sha aytganlaringizni qilib hamma narsani qilgan. Lekin shu mana qanchadir muddat orasida umuman boshqa turli insonga aylanib qolgan. Sizga qattiq ham gapirmaydi, sizni qizg'anmaydi ham. Misol uchun siz bo'yanib, yasanib, chiroyli narsa kiyib kelsangiz ham e'tibor bermaydi. Farq qilmaydi. Misol uchun oldin sal chachingizni bunday qilib gachchagingizni boshqacha tarab qo'ysangiz ham e'tibor bergan inson hozirgi paytda yangi ko'ylak olib kiyinim deb pason bo'lib yoniga chiqsangiz ham e'tibor qilmaydi.
o'shanga sizda qanaqadir o'zgarishlar bor bunda deb hadiksiraysiz. Endi qarang, mana hozir 7-kartamiz chiqdi. 7-kartamizda hozir bu odam umuman boshqa olam bo'lib qolgan. Boshqa olam bo'libki, uyda yuragi siqiladigan bo'lib qolgan. Tashqariga chiqsa, bunday chuqur nafas olib, xursand bo'ladigan bo'lib qolgan. Batta qandaydir siqilishlar o'ziga o'zida uyda endi yuragi siqilyapti. Sizni bitta gapingiz bunga oshiqchalik qilyapti. Bo'ldi, ko'p gapirman, boshim og'riyapti, men dam olaman deb kirib yotib oladi. Siz bilan o'tirib ovqatlanayotgan paytda ham qo'lidan telefoni tushmaydi. Bir narsa tomosha qilayotgan bo'ladi, bir narsa gapirsangiz ham miyasiga kirmaydi, qulog'iga kirmaydi. Faqat o'sha telefon bilan ovora bo'ladi. Endi qandaydir buni fikrida, buni xayolida uyda bo'lganda, ha, san yaxshi ko'rganim bitta sansan, sandan boshqasi yo'q menda deydi. Bu odamning tuyg'ulari shunaqa hozirgi momentda. Endi yana davom etamiz. Ikkinchi variant qizlar, obunachilarim, ikkinchi variant. Ikkinchi variantni kim tanlagan bo'lsa, ikkinchi variant uchinchi shaxsga munosabati 5 karta olamiz. 1 2 3 4 5. Qani, uchinchi shaxsga bo'lgan munosabati. Uchinchi shaxsga bo'lgan munosabati qandaydir o'zgacha bo'lib hamki, nima desam ekan sizga? Faqat umrida endi birinchi marta sevishgan, endi birinchi marta chiroyli ayolni, go'zal ayolni, sevgiga to'la ayolni ko'rganda, hayotida faqat bitta bu bordi, xayol qilyapti hozircha o'zini. Endi tashqaridagi energiyalar biroz ta'sir qilgan bu odamga. Uchinchi shaxs taraflama tashqaridagi energiyalarga ta'sir qilib qo'ygan. O'sha sababli ko'p narsani ko'zi ko'rmasdan, ko'p narsani qulog'i eshitmasdan faqat uchinchi shaxsni yaxshi tomonlarini ko'ryapti. Faqat u bilan baxtliman deb o'ylaydi. U meni baxtim, u meni hayotim, u meni sevgilim, nafasim, har narsam bu deb o'ylaydi. Endi oradan ancha muddat o'tgandan keyin qanaqadir yana to'g'ri yo'lga tushib keladi-yu, u orada ancha-muncha narsa buzilishga taqalib qoladi. Oshiq, sevgi, muhabbat, ishonmovchilik, gumon hammasi bir bo'lib to'planib, o'rtada ajoyib narsalar sodir bo'lishiga, yo'lda oxiri tugab qolishiga nuqta qo'yib qo'yadi. Qanday nuqta qo'yib qo'yadi? Bir-biriga ishonmovchilik, bir-biridan uzoqlashish, gapiga to'g'ri kelmaslik, o'shunaqa narsalar orada kelib chiqadi. Uchinchi shaxs bu odam uchun ko'ziga nihoyatda chiroyli, hayotida birinchi marta sevishgan, hayotda birinchi marta sevgan insondaqa ko'ziga ko'rinyapti. Bu ikkinchi variant tanlaganlar uchun. Uchinchi variant, kelajakda u kim bilan qoladi? U kelajakda kim bilan qoladi? Bu uchun biz 3 karta olamiz. Kelajakda u kim bilan qoladi? Ko'ramiz kim bilan qolarkin kelajakda. Kelajakda tek o'zi yolg'iz qolyapti. Bu faqat uchinchi shaxs biroz foydalanish uchun, biroz endi o'zini kamko'sini qildirib olish uchun, sevgi bilan to'la uchinchi shaxs emas. Faqat bu odamdan foydalanish uchun xolosidi. Mana endi nima bo'ldi? O'zi yolg'iz qoldi. O'zi yolg'iz qolib hamki, qanday desamki, mana
atrofidagi misol uchun oilasi, farzandlari oldingidaqa e'tibor qilmaydi. Nimaga? Ko'ngil qolgan. Endi qaytib aylanib o'rgilib yana o'zingizga qaytib keladi-yu, siz ham misol uchun qabul qilmaysiz. Keyin aytasizki, qo'y endi farzandlarim uchun qabul qilay deysiz-u, lekin oldingidaqa hayot bo'lmaydi. Kelajakda kim bilan qoladi deyilgan kartamizning javobi bu. Yana aylanib o'rgilib o'zingizga qaytib keladi. U munosabatlar bo'lmaydi. Chunki sizni shunchalik bu qanday desamki, yuragingizni og'ritgan, ko'nglingizni qoldirgan. O'shaning uchun qaraganingizda qandaydir sizda nima kuchayib boradi. Hali achchig'ingiz keladi, xafa bo'lasiz, yig'laysiz. Shuncha umrimni shu odam bilan o'tkazdim, bu odam meni yaxshiligimni bilmadi. Yashadim, farzandlarim uchun yashadim, umrim o'tib ketdi deb yig'laysiz, xafa bo'lasiz. Endi obunachilarim, bu 3-variant tanlagan insonlar uchun edi. Endi kimga to'g'ri kelgan bo'lsa, обязательно kommentariyada yozib qoldiringlar. Kimga to'g'ri kelmagan bo'lsa, bu karta sizlarniki emas. Aytgancha, обязательно bitta yurakcha qo'yib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Hozir endi yana orada 2-3talarini savollari bor. O'shalarni ham 3ta karta bilan ko'rib ketaman. Chunki ular uchun men alohida video tayyorlasam, 2-3ta gap uchun alohida video tayyorlayman. Shunga ularga ham javob berib ketaman. Biz ajrashganmiz, yashaymizmi deb yana takrordan menga savol berishibdi. O'shani hozir ko'rib aytamiz. Yangi perspektiva tushdi kartalaringga. Hamma yoqda qanaqadir o'zgarish bo'ladi, o'zlaringning hayotlaringga qanaqadir yangilik kiradi, qanaqadir bilmayman, kontrakt tuzasizlarmi, nima qilasizlar, o'sha kontrakt asosida yana sizlarda yarashuv bo'ladi. Qanaqa kontrakt bo'lishi mumkin? Bir-birlaringga so'z berasizlar, bir-birlaringga va'da berasizlar. O'sha asosida yarashuv tushyapti. Lekin qandaydir alohida yashaysizlar. O'sha eski joylaringda yashamaysizlar. Siz ham o'zingizni aytasiz, men yerda yashalmayman, boshqa joyga chiqib ketsak, o'sha yerda yashayman deysiz. Boshqa joyga ham chiqib ketasizlar ham, mana. Boshqa joyga ketib ham chiqib ham ketasizlar. Yana qaytadan bir-birlaring bilan yashaysizlar. Oxir-oqibat yana o'rtada yana kelishmovchilik bo'lib chiqadi. Kelishmovchilik nima sababdan kelishmovchilik bo'lib chiqadi? Kelishmovchilik yetishmovchilikdan bo'ladi. Siz o'sha uyda yashaverganingizda mana shunaqa yetishmovchiliklar bo'lmas edi. O'shaning uchun yana o'zingiz bilasiz, yarashsangiz ham o'sha yerda qolib yashang. Tashqariga chiqib yashaydigan bo'lsangiz, hayotingiz hayot bo'lmaydi. Chunki yetishmovchilik bo'ladi. Qanaqadir yetishmovchilik bo'ladi. Gaplaringga to'g'ri kelmaydi. Yana siz bolalarni ko'tarib onasinikiga ketasiz, onangizga ketasiz, yana bu o'zini ayasinikiga ketadi. Xullas o'shanga o'xshagan narsalar bo'lib, yana o'rtalaringda nizo chiqib qolishi mumkin. Avvalambor kimga bu karta to'g'ri kelgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishni eslaringdan chiqarmanglar. Albatta bitta yurakcha bosib qo'yinglar. Bundan keyingi videolarda yana ham qiziqarli videolar chiqaraman. Hammalaringga rahmat, salomat bo'linglar. Sizlar hammalaringni yaxshi ko'raman.